Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Munisa Rizayeva Jasmin Trans bilan o'rtasida qanday aloqa borligini ommaga ma'lum qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou-biznes olamining yorqin vakilasi Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlar orqali "Men LGBTni targ'ib qilmayman va qo'llab-quvvatlamayman" dedi. Xonanda Munisa Rizayeva bir necha kunlar oldin Jasmin Trans haqida bildirilgan fikri odamlar orasida unga nisbatan har xil fikrlar bildira boshlanishiga sabab bo'lgan edi. Shundan so'ng bugun xonanda murojaat qildi. Ayrim kishilar meni shaxsiyatimga tegishdi. Farzandimga ham osilib ko'rishdi. Farzandingdan qaytsin deya qanchadan qancha qat'iy fikrlar bildirishdi va men ularni indamay Allohga soldim. Ko'rguvchi ham bilguvchi ham Alloh. Men kechirguvchiman. Ularni kechirdim. Sizlarga ham doim kechirimli bo'lishingizni ta'kidlab kelganman, deydi Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.